va bo'ldi men o'zimni qishlog'imga ko'taga kerak. Ishlarim osonlashdi. 100-qishloq boshqa qishloqda kelyapman. Hammaga salom alaykum bilan Ulug'bek. Bugun bizlar sayyohlardan nima bo'lishini bilmaymiz. Sizlar men bilan ko'ringlar, oxirigacha ko'ringlar bo'lsa. Nima qanaqa sayohatlar bo'lishini ko'ramiz. Bo'lmasa ketdi. Tamparam. Nima qurilyapti? Ya, mana qurilib ketgan. Yo, chaqib ketdim. Lekra jo'qray yo'q. Muzdek ekan. Massa. Xo'p, ya mayli. Pul nima? Qancha qurilyapti ekan ana. To'xtanglar, men chiqib ko'ray. Hatiram. Bana posturam oyog'im bilan cho'pini qo'lim bilan. Mana ishlatish bo'ladi. Wow. Jo'nabi. Assalom. Nima bo'lyapti? Sizlar forosatni sotib qo'yganmisizlar? Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qirbiqmi? Asabni toch bermaydi. Kimga kerak? Ularga. Katta xo'layin uydamisan. Bo'pti. Bu yerda nima qurilyapti? Darslar qurilyapti. Wow. Darslar qurilyapti. Nima endi? Katta sadermi? Yoriq ekan. Ana. Wow. Zo'rlar qurilib ketibdi. Mana portal. Nezilga. Wow, ayta uy bor ekan. Hol, eskiga. Kim qurgan uyim? Chicken. Mana qanaqa uy. Chiroyli ekan, sotib olaman. Men yasayman. Hech kim yo'q ekan. Mana sanerlarda Nima berto'g'ri kelganda mashinalarda o'zim ko'rishim kerak ekan. Janobi. Qartada. Aha. Ketdi. Voy, bittasida qo'yadi. Mayli. Qanaqa uy qurilishini bildim. Qurib bo'lganimdan keyin videoda yo'qaman. Xudoga shukr, hamma joyida bo'ldi. O'ynaga qoldi.